9-kvartalda 3 xonali uyimiz chiqdi, 4-etaj, 5 etajli dom. Bu uyimiz bankskiy dom ekan, tayyor remontlari bilan, polni o'zingizlar ko'rasizlar hozir. Narxi kelsa 92.500, obzorni boshlaymiz. Mana keling, mana bu detskiy spalnya hisoblanadi. Chiroyli qilib qo'yishgan, mana nejniy qilib pardalarini, polni. Mana bu spalnya hisoblanadi. Mana pardalarni ko'ryapsizlarmi? Ranglari juda sochniy. Menga yoqdi, lekin eshiklarini ham zo'r qilib qo'yishibdi, o'zingizlar bitta ko'rsanglar. Yuringlar, zalni ko'ramiz. Zalimizni ham mana rang-barang, mana lyustralarni chiroyli qilib qo'yib qo'yishgan. Bu razdvijnoy eshiklari ham bor ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu qatorda koridordan kelishimizda sanuzel bor ekan mana. Bunisi tualet. Bunisi vanna. Ko'rsatib keting. Did bilan qilib qo'yishgan kafellarni akkuratni bemalol kirib yashaysiz. Shu koridor bo'yicha kuxnyamizga chiqamiz. Mana kuxnyalarni ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Ranglarini sochniy qilib, bemalol imber mana chiroyli qilib yasab qo'yishgan. Mana bu uje yana bitta kabinet qilsanglar bo'ladi yoki xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Shu uyimizga 92.500 so'rog'imizni opsiyan nomerga qoldiramiz, telefon qiling.